alaykum aziz obunachilarim. Navbatdagi patsientka keldilar, bir oy oldin menga murojaat qilganda vaginizm bilan to'larga 1 yil bo'lgan. Bular qo'shloqni qiynalib yurishgan edi. Hozir o'zlari o'sib beradilar. Assalomu alaykum qizlar. 1 yil bo'lgan to'yimizga vaginizm kasali bilan qiynalib yurgandim. Sevara opamga, Sevara Abdullayevaga rahmat, o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Yaxshi doktor uchradi, yaxshi ginekolog. Bir haftada hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Unaqa men o'ylaganchalik qo'rqinchli, og'riqli narsa bo'lmas ekan. Sevara Abdullayevaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kelinglar, kimga shunaqa muammo bo'lsa, vaqtni cho'zmasdan tezroq oilamizni saqlab qolish uchun harakat qilaylik. Sevara Abdullayevaga murojaat qilinglar. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'jayingizni ham bir ikkalovinglar psixologический tushuntirganingizmi? Xo'jayinim bilan kelgan edik. Sevara opa dorilar yozib berdilar, hammasini tushuntirdilar. Xudoning izni bilan Sevara opaga ishonib, hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Rahmat sizga.